Nima? Katta lavozimda ishlasangiz, nima qilsangiz yarashaveradimi? Abdurahmon. Nima? Akalar nima qilsa qilaveradi, ukalar jim qarab turish kerakmi? Uka, shuncha kundan beri indamadim. Endi bu gaplaring ortiqcha. Aka, sizni tushundim. Bunaqa qilib ketishingiz noto'g'ri. Bolalarim, urushmanglar. Yo'q, ona, urushganim yo'q. Bular o'zlari nohaqlik qilishyapti. Aka, boshni qotirmang. Abdurahmon aka, sizdan boshni ortmang. Meni navbatim. Ey, aka, uka, odamda sal insof ham bo'lish kerak. Nima? Insof? Uyda kichkina o'g'il kim? Men. Demak, menga qara. Men seni katta akangman. Seni ham akangman. O'zlaringdan ketishma. Bu safar onamni men olib ketaman. O'g'lim, bir pas to'xta. Xo'p bo'ladi. Bolalarim, qani qo'linglarni duoga ochinglar. Ilohi omin. Sizlarga ikki dunyo saodatini bersin. Meni shu oyoqlarim ishlamagan holatda ham talashyapsizlar. Sizlarning farzandlaringiz ham shunday talashsin. Menga qanday hurmat ko'rsatgan bo'lsangiz, farzandlaringizdan qaytsin. Onajonim, endi bir oy sizga o'zim qarayman. O'g'illaringizga umuman sizni bermayman. O'zimni mehribonim. Uyimdan barakam bilan jannatim olib ketib qoldi, aka. Nimasini aytasan? Doim chaqqonlik qiladi. Shuning uchun ham rahbar bo'ldi-da akam.